bizga asos bo'lib kirib kelayotgan mana shu ichki O'zbekistonning ichki bizneslar yoki ichki kichik va o'rta bizneslar, ularning asosiy qo'rquvlari yoki ularning asosiy o'ylanishlari qanday bo'ladi? Agar korxona tashqariga eksport qilsa, bundan maza qilib yutishlari mumkin. Agar korxonalar ichki bozorga xizmat qiladigan bo'lsa, undan qo'rqish mumkin. Chunki ularga ortiqcha raqobat kelyapti. Shunda men o'zimning fikrim bor, shaxsiy fikrim, korxona yoki kichik biznes, o'rta bizneslar birinchi qadamini tashqariga mahsulot chiqarish bilan o'ylab boshlasa, ya'ni o'zini mahsulotini ichki bozor uchun emas, tashqi bozor uchun tayyorlashni boshlasa, ichki bozorda yutishligiga 100% kafolat bor. Chunki tashqarida u yutib boryapti. Tashqi bozorga tayyor u mahsuloti. Qanday qilib u ichki bozorda yutqizishi mumkin boshqa davlatlarning mahsulotiga? To'g'rimi? Va shuning uchun agar tashqi davlatga yoki tashqi eksport uchun o'zining mahsulotlarini tayyorlab borsa va keraklicha raqobatga bardosh bo'lsa, unda Jahon savdo tashkilotini ochib, boshqa davlatlarning raqobatdosh mahsulotlari kirib kelishidan nimasidan qo'rqishi mumkin? Bemalol kirib kelsin. Mana masalan, bizni mahsulotlar raqobat qilib ko'ramiz. Chunki bizneslar ana shu joyda davlatga ishonchi qayerdan bo'ladi? Aynan o'sha foizlar darajasidagi o'yinlarda to'g'rilab olgan bo'lsa. O'yin qoidalari to'g'rilangan bo'lishi kerak. Mahsulot teng huquqda kirib kelyaptimi? Va bizning mahsulotim teng huquqda chiqib borishi shart. Ularning bozoriga. Ana mana shu joyda muvozanat tiklanadi.